Vah. Şuradan. İyi. Havaya salam sizlar bilan Pennywise bo'lyapti. Bugun Qorabog'ning ikkinchi qismini olmoqchiman. Shunchalik boyib ketdimki, tasavvur ham qila olmaysizlar. Shuncha narsalarni, uylarni qurib tashladim. Hozirlarga ko'rsataman, ungacha yeb-ichgan hisobga olinglar. Boshladik. Ha, jimpirim bor. Shunday sal qariroq kiyimda. Ha, bo'ldi. Issiqqina endi. Kichik ham boqib oldim. Haykal o'rnatdim. Qorboboga o'xshamadim. Kamidga olsanglar. Gullar o'rnatdim. Keyin ikkita qo'riqchi yaratdim. Mana konni shunaqa yaratdim. Yo'l boshqacha muz uchastlab buni ishlab etdi. Ko'k mana ko'kining ichida yerib ketyapti. Kayf qilib ichaveradigan joy qildim. Buni solib qo'yamiz joyiga qaytarib. Endi haykalni yoniga borib kelamiz. Mana haykal. Oradan bir yil o'tdi, shunchalik o'tib ketdim. Haligi YouTube'dagi qopqonga o'xshaydi ekan. Nima dedi? Meni qanday chiqaman? Voy billat. Cho'la yaxshi ko'rinmayapti tashqari. Ro'yxatdan o'shatdi deb yozilgan. Xona yerda haykalmi? Men oldingi borgan joyim-ku. Xuddi shu xonadonga o'tga tashlab ketdim. Nomi Pennywise'midi, nimadir edi. Menimcha xuddi shu xonadonga men o'tga sovg'a tashlab ketganman. U milliarder bo'lib ketdi. Sal uyini kengaytirib, o'zgartirib shekilli. Ana qaysi tipbo'yda haykalini ham qurib qo'yibdi. Ha, kim haykal ekan endi bu? Bolagina. Masjidlarga narsalarga solib. Milliarder bo'lib ketsin. Bundan ham boy bo'lib. Onu solaydı. Becinlik saldık mı? Ha, koyduk. Shuncha olmoslar qolib ketdi. Mana senga. Ko'rib olmasdan tezroq borish kerak. Qaytdi ekan. Ya bo'ldi. Qorong'uda o'tib qolaman. Endi ketsam bo'ladi. Bo'ldi. Boshqalarga ketaveramiz. Mana. Zavod narsalar bor. Haligi tuzovdan qanday o'tdingizlarmi? Hozir ko'rsatib beraman. Mana. Shunda turgan bo'lsa, bitta sakrasam ochilyapti, demak. Bitta sakrab bunday qilasizlar. Bo'ldi-ku. Keyin
İyi. Biçimiyor mu? Biçimiyor. Vay bile yana korba vaziyeti şekili. Nasıllardan o desek geçipti. Bu da. Ne saklayacağım geçelim. Korba yana gitti. Nasıllarım durursun bayram yağısı. Ha, kötü odamı yavuz getirdim. Odamı yaraştırmıyorum kemik yazıp balıyla. Endi sizlarga do'konimni ko'rsatmoqchi edim, ismi chiqib qoldi. Mana do'konim savdo. Andijon tarvuzlar keldi. Yo'q, sotaverasizlar uni. Arzon qimmatmi? O'zimiz Andijondan qo'ymasizlar. Andijon tarvuzlar keldi. Bitta bratishkalar ko'rishamiz. Obuna bo'lsanglar 3-qismini ham chiqaramiz. Bor yo'g'i sizlardan like, mendan esa video. Agar like bilan obuna bo'lsanglar nimadir bo'lib qoladi. Inshaalloh umid to'g'rimi? Ashton bitta like bosinglar. Ko'rishguncha xayr. O'zbeksizlar. Iltimos obuna bo'ling.